Musofir yurtlarda yurgan akam, asrasin sizni Allohim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizni YouTube kanalimizni kuzatib qo'yayotgan do'stlarimiz, muxlislar. Mana bugun Turkmanistondan kelgan xolajonim bo'lamdi bir aylanishga olib chiqdik. Xolisa Al-Hakim Al-Termiziy bobomizni bir ziyorat qilgani olib keldik. 15 yil deganda mana O'zbekistonga tashrif buyurgan xolam, bo'lam. Xush kelibsizlar. Bo'la xola. Rahmat aylana Tanjan. O'zga yurtning noni qattiq, musofirning joni qattiq. Qaddingizni Xolasa mana ziyorat balandni ko'rgan akam, o'zga yurtda yurgan akam, musofirda yurgan akam, jigarimdek bo'lgan akam, o'z mehrini bergan akam, asrasin sizni Allohim. Termiziylar hoki bor yurtim, ular ruhi madadkor yurtim. Termiziylar hoki bor yurtim, ular ruhi madadkor yurtim. Qiyosi yo'q betakror yurtim, ona yurtim Surxonim mening. Qiyosi yo'q betakror yurtim, ona yurtim Surxonim mening. Ona yurtim Surxonim mening, ona yurtim Surxonim mening. Alpamishday o'g'lonlaring bor, Barchinoyday suluvlaring bor. Ajdodlarimdir shonim mening, ona yurtim Surxonim mening. Ajdodlarimdir shonim mening, ona yurtim Surxonim mening. O'zbekistonim, O'zbekistonim, senga sadqa mening bu jonim. 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 Amerika'da en güzel yerini tavuk aldı. Bu kadar chiroyli ki gap yo'q. Sizlarga yoqqan Çok bo'lsa şükür xursandmiz. Allah'ıma behisob shukrlar bo'lsin. Hamd bo'lajonlar rozi bo'lsin. Rahmat, rahmat. Mehmon qilib kelib kirma ketibdi, qabul bo'lishi mumkin o'shaning uchun.
Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Rahim. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Ziyoratlar qabul bo'lsin, bo'lajani Muloqotingiz hosil bo'lsin. Rahmat. Rahmat xolajonim, ilohi omin hammamizni. Termiz bog'imizni ruhlari shod bo'lib, hammamizni qo'llasin. Aylanish yaxshi bo'lyaptimi? Xola, Ziyoratlar qabul bo'lsin. yaxshi aylanyapsizlarmi? Bizga amin. Xalasining ham yo'llari bexatar bo'lsin, safarlari Mana shunday bexatar bo'lsin. ko'proq kelib turinglar xola. Ularga shifo bersin, Xudodan so'rayman Allohdan. Ilohi omin. Menga ham Alloh aql yo'l bersin nasib bo'lsa. Ko'proq kelib turishingiz kerak. 15 yilda kelmay xola. Nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa har yili 2 marta, 3 marta keling. Alhamdulillah nasib bo'lsa. Xursandchiliklar yaxshi kunlarda ko'rishaylik inshaalloh. Nasib bo'lsa. Yarg'imiz otadi.